Kim aytdi sizga Napoleon tayyorlash qiyin, faqatgina prezident saryog'idan zo'r chiqadi deb. Keling, men sizga kam xarj usulda Osiyoda erib ketadigan tog'arabob cho'qqa Napoleon tayyorlashni o'rgataman. Qarab turing, bu juda ham oson. Ishimizni unni elab olib, 82% saryog yoki margarinimizni qo'limizda urvoqlab olamiz. 3 osh qoshiq kakaoni ham elakdan o'tkazib, bitta osh qoshiq uksusni ham sovoramiz. Bir chimdim tuz sovorish ham esingizdan chiqmasin. Muzdekkina suvimizga bitta tuxumni chaqib olib, uni ham qo'shib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni cho'zib olib, teng 7 ga yoki 9 ga bo'lib olamiz. Zuvalachilar esa 1 soatgina muzlatgichga yuboramiz. 1 soatdan keyin tingan xamirlarimizni to'rtburchak shaklda o'zingizga listingizga moslab yoyib olasiz va chetlarini chiroyli qilib kesib, chetini ustiga urvoq qilishga olib qo'yamiz. Xamirimizni listga solib, ustiga bitta vilka urib olamiz. Eng zo'r joyi xamirim umuman yertilib ketmayapti. Oson suvda tez pishib chiqadi duxovkangizga qarab. Endi menga yoqadigan joyi Napoleon kremini tayyorlaymiz. 100 gramm saryog'imizni mikserda aylantirib olib, moloko qo'shishni boshlaymiz. Cho'qqa Napoleon bo'lgani uchun 3 osh qoshiq kakao solib, bir xil massa qilib aylantirib olamiz. Ishoning, bu kremning mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Endi ketma-ketlikda Napoleonlarimizni kremlab olamiz. Xamirimiz chetidan olib qo'ygan xamirlarimizni ham pishirib olib, yaxshilab maydalab, ustiga urvoq qilib sepib chiqamiz. Ana kam xarj usulda prezident saryog' qo'shmasdan ham shunaqa ozizda erib ketadigan Napoleon tayyorlasangiz ham bo'ladi. Buni siz ham bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring.